giloni sog'ayib ketyapman. Boshqa joylarda, xususiylarda yotdim, boshqa joylarda yotdim, foyda ko'rmadim. Bunday yaxshi nima bo'lmadim, yaxshi bo'lmadim. Mana shu Akramjonga ming rahmat. Bolalarni huzurini ko'rsin. Doimo sog' bo'lsin bizlarning vaqtimizga. Bizga kelganda ana shunday yaxshi qilib yuboraversin. Birinchi kundan bildim foydasini. Bir ikkidan o'zi yuraklarim ochilib, yaxshi tarafga o'zgardim. Juda og'ir kelgan edi. Nafas olishim og'ir, siqilib, yuragim qisilib keldi. Yurak bo'yicha shu davleniya bo'yicha keldim. Rahmat bu kishiga. Davleniyam yurak bo'yicha keldim. Yurak davleniyam chiqib, tushmay, yuragim qisib, havo olishim qiyin bo'ldi. Mana shu klinikaga keldim. Akramjonni oldiga keldim. Hozir mana 5 kun bo'ldi. O'zimni yaxshi his qilib, yaxshi tarafga o'zgarib, mana yaxshi bo'lib, nasib bo'lsa erta ketyapman. Rahmat bu o'g'limga, Akramjonga. Mingdan ming rahmat. Mana medsestralari, hamma narsasi, ovqatlari, hamma narsasi joyida, qarashlari. Ishqilib minnatdorman, xursandman.